Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dah. Bugün İmam Buxari rahmehullah'ның Al-Adabul Mufrad namlıq bu hadis kitabının davamını okuyumuz. 111. babga keldik. Babu men lem yecidil mukafa'ata felyed'u lehu. Mukafat tapamagan kişi onun dua kılıdı. Yani bir kişi sizge yaxşılık qilgan bolsa, onunğa cevap qaytırış üçün, yaxşılıqqa yaxşılık qaytırış üçün bir narsa tapamasanız, onunğa dua qilasiz. 217. hadis Anas radhiyallahu anhudan rivoyat qilingan hadisga muhacirlar munda deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem ansarlar ajrning hamman ap ketdi. Yani ajrning hamman ansarlar elib oldi. Ularning qo'l ilkida bo'lg'ashqa xayr ihson qilib, sadaqa berib degandek yaxshilikning hammani bular ap ketdi. Biz muhacir bo'lganligimiz uchun, namrat bo'lganligimiz uchun bular qilganni biz qilamidik deganda payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem shundoq dedi. La ma da'awtumullaha lahum va asnaytum alayhim bihi. Yo'q, undaq emas. Sizlar ular uchun duo qilib tursanglar, ularning haqqida ularga duo qilib tursanglar, ya'ni sizlarga qilgan yaxshiliklar uchun Alloh taolaga ularning haqqida duo qilsanglar va ularning ishlarini maqtasanglar, ya'ni boshqalarga so'zlab ularni tunishtirib, bular menga shunday yaxshilik qildi, ansarlar bunda yaxshi ishlarni qildi deb maqtasanglar, u chaqda ularning ajriga sizlar erishsizlar, ya'ni sizlar shularga o'xshash ajr olasizlar dedi. 112. bab Babu men lem yashkurin nas. İnsanlarga shukr qilmagan kishining babi. 218. hadis. Bu Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivoyat qilingan hadisga Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem shundoq degan: La yashkurulloha man la yashkurun nas. İnsanlarga shukr qilmagan kishi Allohga shukr qilmaydi. Nima uchun insonlarga shukr qilmagan kishi Allohga shukr qilmaydi deymiz deganda, inson o'zining oldidagi ko'z oldida naq bo'lgan, naq yordamni ko'rib turib, naq yordam erishib turib, uningga shukr qilmaydi ekan, yaxshiligiga javob qaytarmaydi ekan, ko'z yumboldi ekan, u albatta Alloh taoloning yaxshiliklariga ko'z yumbilishga eng yaqin. Shukr qilish deganda boshqalar yaxshilik qilsa, rahmat sizga, shukr deb qo'yish bilan bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda Davud alayhisalomga i'malu ala Davud shukra. Davud oilasi shukr qilinglar demişdi. Amal qilinglar, shukr qilinglar degan, ya'ni shukr uchun sizlar amal qilinglar degan. Shunga boshqalar bizga yaxshilik qilsa, og'zimiz bilan deb qo'yish emas, uningga bizmi bir narsa bergan bo'lsa, bir narsa berishimiz, bizni izlab yo'qlagan bo'lsa, yo'qlashimiz, yordam qilgan bo'lsa, yordam qilishimiz kerak. Agar uningga qodir bo'lmasak, uning uchun oldidagi hadisda deyilgandek haqida duo qilishimiz kerak. Ya'ni shundaqla u kishining yaxshiliklarini boshqa kishilarga so'zlash orqali rahmatimizni bildirishimiz kerak, tinib olmasligimiz kerak. 219. hadis Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundoq degan: Alloh taolo nafsga, jonga chiq dedi. U jon, men chiqmayman, faqat men yomon ko'rgan holatda, ya'ni chiqishni yomon ko'rgan holatda chiqaman dedi. Biz bu babda insonga shukr qilmagan kishi Allohga shukr qilmaydi degan bu vaqtda ketyapmiz. Nima uchun? Imom Buxoriy rahimahulloh bu bab bilan munosabati yo'q bo'lgan bu hadisni akab qo'ydi deganda, yuqoridagi, ya'ni 218. hadis bilan 219. hadisning raviylari o'qma o'xshash. Ya'ni Imom Buxoriy rahimahulloh mush ikki hadisni bir so'rinda shayxidan, ustozidan anglagan. Shuning uchun bu ikki hadisni men bir vaqtda bir ustozdan anglagan deb bir kelgan bo'lishi mumkin. 220. hadis Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga mundoq deyildi: Ayyul a'mali khayrun. Amallarning qaysi eng yaxshi deganda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Allohga iymon etish va Alloh yo'lida jihad qilish dedi. Uningdagi yana qaysi qulni ozod qilish eng afzal deganda deyilganda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam puli eng qimmat bo'lgani va ahlida eng nafis, eng qimmat bo'lgani, eng atvorliq bo'lgani dedi. Savol so'rg'uchi yana so'radiki, Afara'ayta illam astati' ba'da al-amal. Agar men bularni qilmasam-chu, qanday qilaman degan chaqda fatu'inu da'ian aw tasna'u li akhraq. Undaqda zoya bo'lib ketguchiga yordam bersan yoki akhraqga hunar kasb o'tib qo'ysan. Akhraq degan qo'lida hech qanday hunar yo'q odam. Buni odamga hunar kasb o'tib qo'ysan yoki hunar kasb qiladigan bir ishni ko'rsatib qo'ysan, sen do'kon ochib bersa degandek. Da'ian degani boshqa rivoyatda
sani'an deb kelgan. Ya'ni hunar kasb qila oladigan kishiga yordam bersan. Bu yerda da'iyan zaya bo'lib ketkichi o'xshash hunar kasbi bor, lekin pul tugab qilib, bir chiqish yo'l topolmay qolgan, ish boshlay olmay qolgan odamni ko'rsatadi. Islom dini davomli hunar kasb qilishga, boshqalarga eslolmay, boshqalarga hojatmand bo'lib qolmay, o'ziga tayinib, pul tepib, o'zi beqishga, boshqalarga yordam berishga shu orqali hamda hunar kasb qilish orqali, ishlash orqali jamiyatga to'p qo'shishga tashabbus qiladigan din. Shuning uchun hunari bor odam bilan hunari yo'q odamdan oldi bilan hunari bor odamga yordam qilsan deb hunari bor odamni ko'rsatdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Undan keyin hunari yo'q odamga yordam qilsan dedi. Endi bu mutlaq gap emas, lekin bir hunari yo'q, bir hunari bor ikki odam yordam qilishga to'g'ri kelsa, hunari borlarga oldi bilan yordam berishni islom tashabbus qiladi. Chunki u hunar bor va bilimi bor, tajribali odam o'zining turmushini tizlam qamdalaydi ham kasbini qilish orqali, hunarini qilish orqali jamiyatga to'p qo'sha oladi. Bu kishi ham so'radi: "Agar men bundan ojiz kelsam-chu" deganda, "Tada'in nasa minashshar." U chaqda kishilar sening yomonligingdan amin bo'lsin. Ya'ni boshqalarga yomonlik yetkazmagin. Shunday qilsangmi, kishilarga yomonlik qilmay jim o'tirib beginingning o'zi sening o'zingga qilgan sadiqangdan iborat dedi. Ya'ni hech qanday yaxshilik qilolmasangmi, hech bo'lmasa boshqalarga yomonlik yetkazmagin, boshqalarga ziyonkashlik qilmagin deydi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. 114-bob. Bu dunyoda ma'ruf ahli bo'lgan kishilar oxiratda ma'ruf, ya'ni yaxshilik ahli bo'ladi. Dunyodagi yaxshi odamlar oxiratningmi yaxshi odamlari hisoblanadi deydi. Bu nima degan gap deganda hozir hadisni o'qish jarayonida tushunamiz. 221 hadis Qubaysat ibn Burmat al-Asadi shunday deydi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurida edim, uning mundaq deganligini angladim. Ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil axirah." Dunyodagi yaxshi kishilar oxiratda yaxshi kishilar bo'ladi. Va dunyodagi munkar ahli degan gap yomon kishilar oxiratda yomon kishilar bo'ladi. Ya'ni bu dunyoda davomli xayr ihson qilishni, boshqalarga yordam berishni, boshqalarning qiyinchiligini ko'rganda qarab turmasdan, uningga yordam qo'lini sunishni yaxshi ko'radigan kishilar oxiratda o'zining yaxshi amallaridan, yaxshi amallari to'shmay qolgan kishilarga yordam beradi. Yoki bo'lmasa, buning ma'nosi Alloh taolaning "Famay ya'mal misqala zarratin khayran yarah va may ya'mal misqala zarratin sharran yarah." Kimki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini topadi. Kimki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, oxiratda uning jazosini totadi degan bu oyatning sharhisi bo'lishi mumkin bu hadis. Ya'ni bu dunyoda yaxshi ish qiladigan, taqvodor, solih, boshqalar xayr ehson qilishni yaxshi ko'radigan kishilar Alloh taolaning huzuriga borganda, oxiratga borganda shu amallarining mukofotini Alloh taoladan oladi. Bu dunyoda yomon ish qilgan kishilar bo'lsa, Allohning huzuriga borganda sen yomon odamding, sen nachar eski odamding deb shu qilmishlarining jazosini totadi deganlik bo'ladi. 222 hadis.